Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi velosipedimiz Made in Germaniya. Gant. Razmeri 28. 7 talik Nexus yaponskiy apparat. Holatlari o'ta ideal holatda, kraskalarni ko'rishlaringiz mumkin. Deyarli petnosi ham yo'q. Diskalarimiz alyumin, tur alyumin bo'ladi. Oldida ham qo'l tormozi bor, orqada ham qo'l tormozi bor, oyoqda ham tormozi bor. 3 ta tormozi bor. Dinamda to'q chiqarib beradi. Oldi fara, basta, orqa faraga to'q chiqarib beradi. Mana bu отражатель. Qanotlarimiz ham mana plastmassa, ichi alyumin bo'ladi. Buni o'ta baquvvat, mощный qanotlar. Balonlarimiz ham ideal holatda, mana ko'rishlaringiz mumkin. Deyarli tuki bilan turibdi. Mana holat o'ta ideal holatda mana. Rollarimiz legirovlishni kulishda bo'shatsa, baland past, mana bu yerdan baland past bo'laveradi. Mana переключательlar ham Shimano, mana Shimano yozuvlari bor. Holati o'ta ideal holatda, egartayda amortizatorlari bor. Bagajlar hamma joyda ideal holatda, 100% radnoy holatda, almashgan joyi yo'q. Hamma joyda radnoy, zavodskiy o'ziniki. Ko'rishlaringiz mumkin. Ramasi, xullas ramali deb qo'yadi buni, lekin ramasi past, chiqib tushishga qulay mana. Rossiyskilardan anchagina past. Misol rossiyskiy velilardan mana bu yeri ancha past, chiqib tushishga qulay. Misol yoshi katta otaxonlar ham qiynalmay minadi. Apparatlarni ko'rishlaringiz mumkin. 7 talik Shimano yaponskiy apparat. Hattoki mana отражательlargacha o'ziniki. Holati ideal holatda. Kimga shunaqa velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Xudo xohlasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Like va podpiska bo'lish esdan chiqmasin.